Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, barchamizga ma'lumki so'nggi yillarda yurtimizda, ya'ni yangi O'zbekistonda xalq manfaati va yurt obodligi yo'lida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, davlatimiz rahbarining har bir ezgu tashabbusi, islohotlari va eng muhimi hayotbaxsh dasturlari eng chekka tumanlarga ham, eng chekka qishloqlarga ham obi hayot tomchilaridek kirib borib, buni aholi o'z hayotida his etmoqda. Va xususan yangi O'zbekistonda yangilanayotgan suv haqida gapiradigan bo'lsak, so'nggi yillarda barcha sohalarda juda katta o'zgarishlar ro'y berdi. Birgina ta'lim misolida gapirib o'tadigan bo'lsak, 2017-yilgacha So'x tumanida 22 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'lgan, ammo keyingi 9 yil davomida 7 ta yangi bog'cha qurilib, umumiy soni 29 taga yetdi. Va shu davrda agar statistik ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, 48 ta xususiy bog'cha ham ochildi va qamrov 73% ga yetdi. Umumta'lim maktablar soni 26 tadan 33 taga yetganini ham alohida e'tirof etib o'tish darkordir. Bugun 18 mingdan ziyod o'quvchi zamonaviy sharoitda ta'lim olmoqda va eng muhimi oliy ta'limga ham qamrov sezilarli darajada oshganini ham alohida ta'kidlab o'tish joiz. Umuman tibbiyot sohasida ham juda katta ishlar amalga oshirildi va qilinayotgan barcha ishlar xalq manfaati uchun va buni bevosita so'xlik vatandoshlarimiz bugungi kunda o'z hayotida his etmoqda. Ammo bajarilgan ishlar, amalga oshirilgan islohotlar bu o'zimizning yutuqlarimiz va biz bugun amalga oshirilgan ishlar xususida emas, albatta kelajakda qilinadigan ishlar xususida bevosita So'x tumani hokimi Saidbahrom Said Musayev bilan suhbatlashamiz va tuman hokimini studiyaga taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Eng avvalo So'x televizion studiyasiga xush kelibsiz. Mana davlatimiz rahbari topshirig'i asosida bugungi kunda shahar va tuman hokimlari aholiga qilingan ishlar va eng asosiysi kelajakda amalga tatbiq etilishi lozim bo'lgan loyihalar haqida axborot berib borilyapti. Shu maqsadda sizni ham studiyaga taklif etdik. Umuman So'x tumanida 2026-yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar xususida to'xtalib o'tsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, aziz so'xlilar. Darhaqiqat, mana so'nggi yillarda hurmatli prezidentimizni rahbarligida o'zlari islohotchi bo'lib, butun O'zbekiston bo'ylab juda katta hajmdagi ijtimoiy, iqtisodiy, qo'yinki barcha sohalarda ishlar amalga oshirilyapti. Oxirgi 8 yil davomida O'zbekistonni butun dunyo buni e'tirof etyapti. O'zbekiston butunlay o'zgardi. 8 yil oldingi O'zbekiston emas. Shu jumladan bizni tumanimizda ham, So'x tumanida ham yangi O'zbekistondagi yangi So'xni qurilishiga hurmatli prezidentimiz 2020-yilda 8-avgust kunidagi tarixiy So'xni ijtimoiy, iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlari juda katta asos va zamin bo'lib xizmat qilib, hozirgi kunda yangi O'zbekistondagi yangi So'xni qurilishi jadal sur'atlarda amalga oshirilyapti. Darhaqiqat juda to'g'ri aytdingiz. Qilingan ishlar, erishilgan yutuqlar bu o'zimizniki. Lekin hurmatli prezidentimiz ta'kidlagandek, qilinmagan ishlarimiz, qilgan ishlarimizdan 2 karra ko'p hali. Yana prezidentimiz aytadilar, har bir kun bu imkoniyat, har bir kun bu kelajakka poydevor. Mana shu xususida hozirgi kunda biz ham tumanimizni 2026-yildagi ijtimoiy, iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlar dasturlarini ishlab chiqqanmiz. 2026-yilning 23-yanvar kuni hurmatli prezidentimizni rahbarligida kambag'allikni qisqartirish, ishsizlikni kamaytirish, umuman xalqni manfaati, inson qadriga bag'ishlangan juda katta selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Shu yig'ilishda demak 2026-yilda
amalga oshirilgan ustuvor vazifalarimiz bo'yicha hurmatli prezidentimiz tomonidan biz oldimizga aniq vazifalar qo'yildi. Tan olishimiz kerak, So'x tumani og'ir hududlar ro'yxatiga kiritilganligi biz rahbarlarda, xususan shaxsan o'zimga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Shu bois men tumanni hokimi sifatida tumanimizdagi mavjud 25 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida yangicha yondashuvlar asosida jadal rivojlantirish bo'yicha favqulodda holat e'lon qilib, endilikda o'zim, o'rinbosarlarim, tumandagi barcha rahbarlar va mahalla yetakchilarining faoliyati faqat kunlik natija va xalqimizni rozilik bilan o'lchanishini oldimizga shu vazifa qilib qo'ydik. Kunlik natija, biz xalqimizni rozi qilish uchun, xalqimizni farovonligi uchun bir kunda nima ish qildik? Tahlil asosida ishda olib boramiz. Biz 2026-yil uchun belgilangan vazifalarni quyidagi aniq rejalar asosida o'sha shakllantirib oldik. Xususan tumanimizda har bir mahallaning solishtirma ustunligi asosida driver yo'nalishlarini belgilab oldik. Birinchi driver yo'nalishimiz bu sanoat yo'nalishi. Tumanda qurilish materiallar sanoatini muhim tarmoqlardan biri bo'lib, ushbu yo'nalishda hozirgi kunda 104 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Qurilish materiallarini ishlab chiqarish hajmi tuman sanoatining 36,1% ni tashkil etadi. Tarmoqlarning iqtisodiy ahamiyatiga yaqqol ta'siri borligi bundan mana ko'rinib turibdi. Hududda mavjud gips, turli turdagi gillar, ohak tosh, travertin xomashyosi, mramor, g'ish xomashyosi, qurilish qumlari hamda qum shag'al kabi 10 dan ortiq o'sha boy xomashyolar zaxirasi yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun keng imkoniyat yaratadi. Sanoat yo'nalishida, demak, birinchi driver yo'nalishimiz bu sanoat. Tumanda qurilish materiallari sanoati muhim tarmoqlardan biri bo'lib, ushbu yo'nalishda hozirgi kunda 104 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Qurilish materiallari ishlab chiqish hajmi tuman sanoatining 36,1% ni tashkil etadi. Tarmoqning iqtisodiy ahamiyatini yaqqol namoyon etadi bu. Hududda mavjud gips, turli turdagi gillar, ohak tosh, travertin, mramor, g'ish xomashyosi, qurilish qumlari hamda qum shag'al kabi 10 dan ortiq turdagi boy xomashyo zaxiralari mavjudligi qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish uchun bizga keng imkoniyatlar yaratadi. Ushbu salohiyatdan samarali foydalanish maqsadida bir qator investitsiya loyihalarini amalga oshirishni oldimizga rejalashtirganmiz. Jumladan, So'x gidroqurilish MChJ hozirgi kunda past quvvatda ishlab kelayotgan beton mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonasi to'liq quvvatga ishlashga o'tkaziladi. Buning uchun biz loyiha qiymati 9 milliard so'mni tashkil etadigan yiliga 5,7 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarish va 25 ta yangi ish o'rni yaratish ko'zda tutilgan loyihani hozir ishlab chiqdik. Bu mahalliy bozorni sanoat beton mahsulotlari bilan ta'minlash imkoniyatini yanada kengaytiradi. Shuningdek, So'x bunyodkor Javohir MChJ tomonidan beton mahsulotlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilib, 4,5 milliard so'mlik investitsiya hisobiga yiliga 1,2 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqaradi hamda qo'shimcha 30 ta ishchi o'rin yaratiladi. Loyiha mahalliy ishlab chiqarish salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini chuqur qayta ishlab chiqarish maqsadida Darvoyi Farm MChJ tomonidan mevani qayta ishlab chiqarish va quritish loyihasi amalga oshiriladi. Loyiha qiymati 2,5 milliard so'm tashkil etib, yiliga 1,5 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarish va keyinchalik bu ishlab chiqarish hajmini yana kengaytirib borish, dastlabki bosqichda 15 ta yangi ishchi o'rinlarini yaratish rejalashtirilgan.
Zangat mahalla fuqarolar yig'ini hududida sanoat zonasida bo'sh turgan 2,2 gektar yer maydonlarida ikkita loyihalar amalga oshiriladi. Jumladan halol don uni MChJ tomonidan loyiha qiymati 6 milliard so'm bo'lgan qurilish materiallarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilib, 20 ta qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi. Avtoclass Invest MChJ tomonidan qiymati 800 million so'mlik tunka mahsulotlarini qayta ishlash tashkil etilib, 10 ta yangi ish o'rin yaratiladi. Hududiy investitsiya dasturi asosida 431 milliard so'mlik 54 ta sanoat loyihalari yangitdan amalga oshiriladi. Qalacha mahalla fuqarolar yig'inida o'z sanoat materiallari qo'shma korxonasi tomonidan qiymati 6 million dollarlik bo'lgan loyiha amalga oshirish natijasida bu yerda Trevetin konini to'liq o'zlashtirish, pardoz bob toshlar, terma Trevetin ishlab chiqarish orqali 51 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, So'x daryosi suvida forel balig'ini yetishtirish va kompleks qayta ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirish natijasida biz 100 ta ishchi o'rin yaratishda o'zimizni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Misol uchun, tumanning Ravon mahalla fuqarolar yig'ini, Sayirkon massividagi hamda Nobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi So'x daryosi qirg'oqlarida mavjud 15 gektar yer maydonida har biri 50 sotiqdan bo'lgan 30 ta zamonaviy baliqchilik hovuzlari o'rnatiladi. Baliqchilik klasterlar tashkil etilib, qiymati 3 million AQSh dollariga teng forel balig'ini yetishtirish va uni qayta ishlashni yo'lga qo'yish loyihasini rejalashtirganmiz va bu bo'yicha juda qattiq ishlaymiz. Bu bizning asosiy driverlarimizdan biri hisoblanadi. Endi keyingi yo'nalish bizda qishloq xo'jaligi yo'nalishi hisoblanadi. Qishloq xo'jaligida ham chuqur o'ylab, barcha imkoniyatlarni tahlil qilib ko'rdik. Tahlillar natijasida mavjud 827 gektar ijaraga berilgan yer maydonlarida bir kontr, bir mahsulot tamoyili asosida eksportbop va xaridorgir mahsulotlarni ekish yo'lga qo'yiladi. Jumladan Qizilqiyoq mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 69 gektar yerlar hozirgi kunda xatlovlar natijasida 218 nafar fuqarolarimizga ochiq elektron auksion orqali dehqon xo'jaligi sifatida ajratib berilgan bo'lib, bu yerlar hozirgi kunda to'liq darajada foydalanilmayotganligi yoki foydalanayotgan samarasiz va juda ham kam daromad olayotganligi aniqlandi va biz bu yerlarga olim agronomlar, hattoki mana Erondan kelgan mutaxassislarni jalb qilib o'rganishdik va 69 gektar bu samarasiz turgan yerni biz to'liq olxo'ri, ya'ni sliva, qora olxo'ri deymiz, cho'rna sliva, so'xni iqlimiga mos va mutaxassislar tomonidan tavsiya etilganligi uchun mana hozir ekib shu olxo'ri bog'ini yaratmoqchimiz. Bu hammalaringiz bilasizlar, butun dunyoda juda xaridorgir hisoblanadi va eksportda talab juda ham katta. Shuning uchun biz bu joylarda 69 gektar joyda yangitdan bog' yaratib va shu yilning o'zida biz bog' oralariga sermahsul urug'liq kartoshkalarni ekishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bu ishlarda bizga Agrostart tashkilot tomonidan mana hozir biz kelishuvga erishganmiz biz va birgalikda bu ishlarni amalga oshirishni yo'lga qo'yamiz. Shuningdek, o'z Agrostart kompaniyasi bilan hamkorlikda tumanimizning Qayroq massividagi 425 gektar yerlarni o'zlashtirish va u joylarga yana eksportbop va iqlim sharoitiga mos o'sha mevali daraxtlarni ekishni o'zimizga rejalashtirganmiz. Bu birinchi bosqichda 100 gektar yaylov va yer maydonlarini o'zlashtirib, tomchilash sug'orish texnologiyasini jalb qilgan holatda biz bu joyga bog' yaratamiz. Mana shu buni natijasida agar 100 gektarga 50 sotiqdan mana aholiga hozir birinchi bosqichda tayyor holatga kelganda ham shu berganimizda 50 gektar. Bu degani bu 200 ta oila
bandligi ta'minlandi. Biz shu Qayroq massividagi yerlarda hozir o'rganib chiqyapmiz. Ikkita mahsulot, ya'ni birinchisi bu shafran mahsulotlarini shu bog' orasiga ekishdi. Yo keyingisi qulpinoychilik. Qulpinoychilik o'sha o'zlashtirilgan yer maydonlariga o'sha mevali daraxtlar va shu bilan birgalikda qulpina ekishni rejalashtirganmiz. Dastur doirasida amalga oshirilayotgan qiymati 34 milliard so'm bo'lgan uzunligi 12,4 kilometrlik temir quvurda hozirgi kunda o'sha Qayroq massivi orqali tumanimizning Chashma hududiga suv olib borilyapti. Asosiy maqsad bu yerlardagi Kasmidon va Simadon masjidi oborotdan chiqib ketgan 150 gektar yerlarda qayta oborotga qo'yish va shu hududdagi Chashma mahalla fuqarolar yig'ini, Chumoqcha, Zangat, Guliston mahalla fuqarolar yig'ini, shuningdek Bulg'on fuqarolar yig'inigacha bo'lgan joylarda sug'orish suvini yetkazib berish maqsadida bu loyiha olib borilyapti. Endi qishloq xo'jaligini mahsulotlarini chuqur qayta ishlash hamda meva qadoqlashni daromadlarini yana oshirish maqsadida ham biz juda katta mana yuqorida ta'kidlab o'tdim. Mana Darvoyi farm MChS tomonidan o'sha mevani qadoqlash va qayta ishlashni yo'lga qo'yishimiz natijasida qishloq xo'jaligini ham mana Agrostart bilan birgalikda amalga oshirilayotgan ishlarimizda biz hurmatli prezidentimizni 2025-yil sentyabr oyidagi 269-qarorlariga asosan biz urug'chilik tumaniga, ya'ni kartoshkachilik urug'ini yetkazib berish tumaniga aylanganmiz. Va biz butun mavjud o'sha aytib o'tilgandek o'sha ijaraga berilgan tomorqa yerlaridan va odamlarning hovlisidagi tomorqalardan mana shu kungacha to'laqonli foydalanmagan bo'lsak yoki bir mahsulot bir hudud tamoyil amal qilmagan bo'lsak, endi reja asosida bu ishlarni amalga oshiramiz. Jumladan tumanimizni Guliston mahalla fuqarolar yig'inini biz o'rganib chiqdik. O'rganib chiqib jarayonida bu mahalla fuqarolar yig'inida hozirgi kunda 11 gektar yer ijaraga fuqarolarga berilganligi, lekin u yerlarda hech qanaqa bir ilmga yondashmasdan samarasiz umuman nima deydi, kam daromadlik ekinlar ekilganligi ma'lum bo'ldi. Hozir biz bu hududda ham bog' o'sha 11 gektar joyda u joyda ham o'rgandik. Birinchi o'rinda atla ham olqo'ri ko'chatlarini ekamiz va u oralariga to'liq qulpina ekamiz. Bu joylarda 54 ta fuqarolarimiz faoliyat olib 54 ta oilaga berilgan ekan. Ya'ni men bu hududlar bo'yicha juda ham yana ishlarimiz ko'p. Mana 100 gektar yerga biz o'sha urug'liq yana Agrostat bilan tumanimizga mavjud 3 ta shirkat va 11 ta ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklari kesimida o'sha 100 gektarga yana urug'liq kartoshkasini ekishni ham o'zimizga rejalashtirganmiz. Mana urug' yetkazib berish butun respublikamiz bo'yicha so'xta sifatli kartoshka urug'larini yetkazib berish maqsadimiz. Va shu bilan yuqori daromad olish va xalqimizni roziligi asosiy bizni maqsad qilib qo'yganmiz. Amalga oshirayotgan ishlarimiz yana bitta yo'nalish bu turizm yo'nalishi hisoblanadi. Turizm yo'nalishi bo'yicha bizni oldimizda juda katta vazifalar qo'yilgan. Sababi tumanimizni eng asosiy driverlardan biri bu turizm. Turizmda 3 ta yo'nalishda biz turizm sohasini 3 ta yo'nalishda belgilab olyapmiz. Tumani bu birinchi ekoturizm. Tumanimiz o'zingizga ma'lum juda ham bir tog'li hudud hisoblanganligi va ekologik jihatdan juda ham toza havo va xush manzara joylarning ko'pligi bu ekoturizmga
turistlarni jalb qilishda juda katta omil hisoblanadi va biz bu imkoniyatlardan foydalanamiz. Ikkinchi yo'nalishimiz ziyorat turizmi. Mavjud 11 ta ziyoratgohlarimizni barcha sharoitlarni yaratish, ularni ta'mirlash va o'sha turistlarni mana shu ehtiyojlariga qarab turib biz bu joylarga ish olib boramiz, shu yo'nalishlarda amalga oshiramiz va keyingi yo'nalishimiz bu tibbiyot turizmi yo'nalishi. Darhaqiqat tibbiyot turizmi ham bizni eng o'sha iqtisodiyotimizni va xizmatlar sohasini rivojlantirishda juda katta ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalish. Shu sababdan agar xalqimizga batafsil tushuntirib bersam, tumanda sohil va yo'l bo'yi loyihalarini amalga oshiriladi. Bu turizm sohasida. Bunda 102 ta savdo xizmat ko'rsatish obyektlari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Aholi uchun qulay xizmat muhitini yaratish maqsadida Obishsher sohili bo'ylab eni 8 metr va uzunligi 6 kilometr bo'lgan aylama yo'l va yo'l barpo etish bo'yicha biz o'zimizga reja qo'ydik. Shu rejalashtirdik. Hozir Chashmagacha bo'lgan joyda hozir biz u loyiha yana takliflar bo'lsa keyin yana qo'shimcha qilamiz. Shuningdek, bu yerda 30 dan ortiq xizmat ko'rsatish va savdo obyektlarini tashkil qilish imkoniyati bo'ladi shunda. Va asosiy yo'lda Chashma Ravon yo'nalishdagi yo'limizni yuk mashinalarini o'sha yo'nalishga olsagan ancha yo'llarda tirbandliklarni oldini olish yo'lga qo'yiladi. Tumanning Ravon va Sarkanda hududida joylashgan Soy bozori, Gayston, Sayoko massivida joylashgan 130 gektar yer maydonida master reja asosida zamonaviy turizm maskanini barpo etish bo'yicha loyiha ishlari amalga oshirilyapti hozirgi kunda. Loyiha doirasida bu hududda sanatoriya va tibbiy xizmat ko'rsatish muassasalari, dam olish maskanlari, sun'iy ko'llar, kichik istirohat bog'i, kafe va restoranlar, yangi ko'p qavatli uylar, mikrorayon hamda savdo majmualari tashkil etish, shuningdek bu hududda 1000 dan oshiq ishchi o'rni yaratilishi biz oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Tartibsiz kengayib borayotgan daryo o'zanini mustahkamlash orqali 5 kilometr uzunlikda keng piyoda yo'laklari va velo yo'laklar, atrofda yashil hududlar, 13 gektar yerda sog'lomlashtirish va turizm kompleksi, ko'ngilochar markaz, madaniy tadbirlar joyi va boshqa obyektlar barpo etishi ko'zda tutilgan. 3 gektar maydonda faoliyat yuritmayotgan bozor hududini shirkat xo'jaligi balansdagi 1 gektar hududda joylashgan eski dam olish maskanini negizida zamonaviy turizm obyektlarini barpo qilishni rejalashtirganmiz. Bu yerlar futbol va boshqa sport mashg'ulotlari hamda musobaqalar o'tkazish, yoshlarning bo'sh vaqtini samarali o'tkazishga mo'ljallangan yoshlar markazi, bu joylarda IT markazlari, o'quv, tilga o'qitish, dual ta'lim, qo'yinki barcha yo'nalishlarni o'ziga qamragan zamonaviy yoshlar markazini barpo etishi ko'zda tutilgan. Birgina misol, xizmat ko'rsatish yo'nalishini rivojlantirish bo'yicha yaratib berilgan imkoniyatlar, hurmatli prezidentimizning So'x tumaniga bo'lgan e'tiborlari natijasida hozirgi kunda 8 yil ichida 15 ta tibbiyot klinikalari bizda faoliyati yo'lga qo'yildi. Buning natijasida qo'shni Qirg'iziston va Tojikiston mana tahlil qilganimizda 9700 nafar shu Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolari tibbiy xizmatlarimizga murojaat qilganligi aniqlangan. Shulardan biz sifatli va sharoitli hech bir shaharlardan yoki markazlardan kam bo'lmagan tibbiy muassasalarda yana bu yil qurilishda davom etamiz. Bu yil qo'shimcha yana 5 ta zamonaviy tibbiy uskuna bilan ta'minlangan loyihalar ishga tushiriladi. Mahalliy aholi va tarixchi olimlar jalb qilgan holatda tumanda tarixiy faktlarni tiklash uchun alohida dastur ishlab chiqiladi. Misol uchun tumanni 2000 yillik tarixi bu tumanda eng qadimiy, lekin
hammalar bilasizlar, So'x tumanida mana dastlabki inson mana shu Seling'ur g'oridan topilgan mana arxeologik nimalarda olimlar o'rganishi bu inson yashagan 2 million yildan oshiq bo'lganligi mana hammamiz isbotlangan va buni barchamiz bilamiz. Shuning uchun bu joylarda tarixga mavzuga qaytib ish ko'rishlik xayrlidir. Abdulla Qodiriy shu jumlasi mana prezidentimiz ham mana juda ham bir tarixga juda katta e'tibor beradilar. Buni natijasi jadidchi bobolarimizni qanday mana biz bilmagan ma'lumotlarni oldik. Mana juda ham mana respublikamizda bo'layotgan ishlar mana tarixga bo'lgan e'tibor O'zbekistonning nufuzini butun dunyoda mana yuqori darajalarga olib chiqyapti. Shu bois biz ham tumanimizda juda katta tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan Hazrat Ali, Xo'ja Qulfi Zanjirkusho maqbaralari, Sulton Mahmud G'aznaviy ziyoratgohi, Toshoyna va Seling'ur kabi g'ori kabi juda ko'p o'sha obyektlarda biz tarixiy maskanlarda yana rivojlantirish bo'yicha ishlaymiz. Bu ziyorat turizm uchun juda katta bizga imkoniyatlar borligidan dalolat beradi. Shuningdek, Mingbuloq massivi atrofida konsepsiya asosida buloqlar parki tashkil etish va mazkur hududda ekoturizm obyektlarini barpo qilish bo'yicha ishlaymiz. Ma'lumot uchun Mingbuloq noyob ko'rinishga ega bo'lgan ko'p kichik minglab buloqlardan iborat bo'lgan hudud hisoblanadi. Bu suvlar, buloqlar suvi yig'ilib Kulli Zardak soyini tashkil etadi. Qarang. Shunaqa bir chiroyli go'shada biz Mingbuloq parkini tashkil qilamiz. Buni ziyorat qilish uchun juda ko'p joylardan odamlar jalb qilish imkoniyati bo'ladi bizda. Shuningdek, mahallalarning infratuzilmasini yaxshilash, aholi uchun qulay sharoitlarni yaratish maqsadida ham biz bir qator ishlarni amalga oshiramiz. Bu ishlarimizni amalga oshirish uchun 168 milliard so'm yo'naltirilishi belgilangan. Bu orqali tumanda 20 kilometr ichki yo'llar, 18 kilometr ichimlik suvi, 12 kilometr sug'orish va 19 kilometr elektr tarmoqlari hamda bitta ixtisoslashgan maktab, bitta tibbiyot obyektlarini qurish va ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Tumanning Guliston, Xushyor, Sebzor, Qizilqiyoq, So'x mahalla fuqarolar yig'inlarida qo'shimcha daromad yaratish maqsadida mahallalar byudjeti uchun 300 kilovatlik o'sha quvvatga ega bo'lgan kichik fotoelektr stansiyalar ishga tushirilishi belgilangan. Endi bu joylarda buni natijasida bizning hisob-kitoblarimizga ko'ra har bitta shunday bir quyoshdan energiya oladigan stansiyalarimizdan olingan daromadlar o'rtacha 80 milliongacha boradi. Har bu mahallaga qoladigan mablag'lar va mahalla tizimli ravishda bu mablag'larni o'zi o'sha kam ta'minlangan ehtiyojmandlarni sharoitini yaxshilash va nogironligi bo'lgan, mehnatga layoqatsiz bo'lgan aholilarga amaliy yordam berish bo'yicha bu sarflaydi va bu stansiyalarda ishsiz va ehtiyojmand oila vakillarini ishga jalb qilinishi rejalashtirilgan. Endi tumanimizda juda ko'p mana 3 ta mahallalarda, mana 5 ta og'ir mahallalarni mana shu hozir sanab o'tdim. Bu mahallalarda ham ixtisoslashuv bo'yicha ish olib boramiz. Mahallalarda mavjud imkoniyatlarni inobatga olib, u yerda ishsiz aholini bandligini ta'minlash bo'yicha yo'nalishlar belgilab olganmiz. Mana bu mahallalar kesimida qaysi bir mahallada biz bog'dorchilik va malinachilik bilan, qaysidir mahallada biz kartoshkachilik va
qaysi mahallada hunarmandchilik biz yo'nalishga qarab turib u yerda kambag'allik darajasi va ishsizlik darajasini 2 baravarga kamaytirishga bo'yicha ish olib boramiz va bu natijalar bo'yicha hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib ishlaymiz va buni albatta ijrosini ta'minlaymiz. So'x tumanidagi yana bir yo'nalishimiz bu IT yo'nalishi hisoblanadi. Bu dunyoda hozirgi kunda IT juda ham rivojlanganligi va hech qanaqa yo'l, boshqa va to'siqlar yo'qligi, faqat hurmatli prezidentimiz ta'kid bilim va tarbiya bilan ega bo'lgan bolalarimizni jalb qilgan holatda Yevropa davlatlari va o'sha ulardagi mavjud talablarga binoan ishchi mutaxassislarni yetkazib berish bo'yicha xorijiy tillar va IT sohasini o'rgatish orqali biz Yevropada ishga borishga fuqarolarimizga ko'maklashamiz. Ya'ni So'x tumanida faoliyat ko'rsatayotgan pedagogika texnikumiga biriktirilgan Farg'ona davlat universiteti va So'x texnikumiga biriktirilgan Farg'ona texnika universiteti imkoniyatlaridan va ko'magida, bular bilan hamkorlikda bu o'quv muassasalarida eng zamonaviy IT o'quv markazlarini tashkil etamiz va yoshlarni jalb qilish, Yevropa davlatlari mehnat bozorlarida talablardan kelib chiqib, qo'shimcha kasblarga dual ta'lim asosida o'qitishni yo'lga qo'yamiz. Oldimizga qo'ygan rejalarni amalga oshirishimiz natijasida tumanimizda ishsizlik darajasini ham, kambag'allik darajasini ham kamida 2 karra kamaytiramiz. Men So'x tumani hokimi sifatida mana shu oldinga vazifa qo'yganman. Mana hozirgi chiqishimdan ham maqsad har bir mahalladagi o'zgartirish shaxsan o'zim nazoratga olaman va har bitta bo'layotgan islohotlarni, loyihalarni o'sha ijrosi bo'yicha kunlik so'rovda yo'lga qo'yaman. Biz shu ishlarni qat'iy temir intizom bilan xalqimiz bilan hamjihat bo'lib, hammamiz birgalikda har bitta mahalla kesimida tizimli amalga oshiradigan bo'lsak, biz albatta oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga yetamiz va So'x nafaqat og'ir hududdan, balki uni viloyatimizning eng gullab yashnagan go'shasiga aylantiramiz. Bu maqsadlarda barchamiz albatta bir tani bir jon bo'lib, bir yoqadan boshqarib, temir intizom bilan ishlashimiz kerak. Albatta juda to'g'ri aytib o'tdingiz. So'xda turizm salohiyatini oshirishga potensial juda ham katta. Ayniqsa ekoturizm, tibbiyot turizmi, umuman hozir yuqorida aytib o'tilgan loyihalar eng avvalo xalq manfaatiga xizmat qiladi. Bu loyihalar albatta tumanning iqtisodiyotini rivojlantirishga, aholi bandligini ta'minlashga va eng asosiysi shu anklav hudud aholisining yashash tarzini yanada yaxshilashga xizmat qilishi bu tabiiy hol. Albatta aziz teletomoshabinlar, mana shu loyihalarni amalga tatbiq etilish jarayonlarini albatta biz ham tasvirlarga olib bevosita So'x telekanali orqali muntazam yoritib boramiz va yil yakunida mana shu loyihalarni amalga tatbiq etilganligi haqida sarhisob ko'rsatuvda yana So'x tumani hokimi bilan sizlarga axborot beramiz. So'x telekanaliga xush kelibsiz. Azizlar, ko'rsatuvlarimiz davom etadi. Bizdan uzoqlashmang.